Dunyo o'zini g'oyalar yoki pul boshqaradi deb o'ylashga odatlangan. Aslida ularni kompromat boshqaradi. Jeffrey Epstein moliyaviy daho emasdi. U jinsiy zo'ravonlikni global shantaj vositasiga aylantirgan elita uchun yuqori texnologiyali qo'shmachi edi. Xususiy orolni bolalar taqdirini buzuvchi konveyerga aylantirgan va homiylari uning iqroridan ko'ra o'limini afzal ko'rgan odam. Bugun biz oliy jamiyatning asosiy paraziti niqobini yechamiz. Uning karyerasi yolg'onning yuqoriga yo'l ochishning etalon namunasidir. 1974-yil ta'lim va tajribasiz u Daltonning elita maktabiga kiradi. Nima uchun? Nyu-Yorkning eng badavlat oilalari ishonchini qozonish uchun. 1982-yilga kelib u o'zinikilar uchun moliyaviy piramida yaratadi. U sarmoya kiritmadi, u faqatgina xizmat qiladi. Uning asosiy aktivi milliarder Leslie Wexner bo'ldi. Epstein tom ma'noda uning mablag'iga yopishib oldi. Uning ixtiyoriga to'liq qasrlar, samolyotlar va cheksiz ishonch krediti berildi. Shu paytdan boshlab uning shaxsiy yovuzlik imperiyasi qurilishi boshlandi. 1990 va 2000-yillarda Epsteinning Lolita Express laqabli samolyoti hokimiyat va buzuqlik o'rtasidagi qayiqqa aylanadi. U o'zining Little St. James oroliga prezidentlar, shahzodalar va olimlarni olib borgan. Ammo bu shunchaki ziyofatlar emasdi. Bu tuzoq edi. Butun orol bo'ylab va uning Manhattandagi qasrida kameralar yashirilgan edi. Hurmatli mehmonlarning har bir harakati yozib olinadi. Epstein elita bilan do'stlashmagan, u daxlsiz bo'lish uchun elita haqida ma'lumot to'plagan. O'nlab qizlar, ularning aksariyati atigi 14 yoshda edi. Uning ambitsiyalari uchun yoqilg'i bo'lishdi. 2008-yilda tizim o'zining haqiqiy yuzini ko'rsatdi. Palmer Beach politsiyasi uni devorga qisib qo'ygach, yuqoridan kuchlar ishga aralashdi. Odam savdosi uchun umrbod qamoq jazosi o'rniga Epstein ishga chiqish huquqi bilan 13 oylik kurort rejimiga ega bo'ldi. Bu adolatga tupurish edi. Jabrlanuvchilar yillar davomida jarohatlarni yengishga harakat qilgan bir paytda Epstein xususiy samolyotlarda uchishni va Bill Gates bilan tushlik qilishni davom ettirdi. Uning ishonchi komil edi. Unga ta'sir qilishlari uchun u juda ko'p narsani bilardi. Ammo 2019-yil iyul oyida imperiyasi qulab tushdi. Hibs, yangi dalillar, yuzlab jabrlanganlar va to'satdan omadli tasodif. 2019-yil 10-avgustga o'tar kechasi. Dunyodagi eng qo'riqlanadigan qamoqxonada kuzatuv kameralari tasodifan o'chiriladi. Soqchilar tasodifan uxlab qolishadi. Nazoratchilar tasodifan protokolni buzishadi. Epstein kamerada o'lik holda topiladi. Rasmiy versiya o'z joniga qasd qilish. Ammo hatto oila tomonidan yollangan patologaanatomlar ham til osti suyagi sinishning tabiati sirtmoqdan ko'ra ko'proq bo'g'ishga o'xshashligini aytishdi. Jeffrey Epstein qurbon bo'lmadi. Uning o'limi fojia emas, balki tozalashdi. U o'zi bilan birga bolalarni zo'rlaganlarni ismlarini olib ketdi. Epstein o'ldi, lekin uni yaratgan tizim ishlashda davom etmoqda. Eng dahshatlisi ham shu. Agar sizga ushbu video qiziqarli bo'lgan bo'lsa, boshqaruv.uzga obuna bo'lishni unutmang.